فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb aytganlar: "Men va yetimni o'z kafilligiga olgan kishi jannatda mana shunday birga bo'lamiz" deb ikki barmoqlarini birlashtirib ko'rsatganlar. Bugun 2025-yil 19-noyabr, haftaning chorshanba kuni. Allohning fazli bilan biz yetim bolalar uchun $1400 miqdoridagi kafillik yordamlarini tarqatdik. G'azodagi yetim bolalar uchun o'z ehsonlarini ayamagan Xotam Sayyid, Toshkentlik Abdulloh, Abu Umar, Roman bir oila nomidan Sardor va hamda o'zbekistonlik birodarning saxovatli ehsonlari sababli amalga oshdi. Alloh taolodan ularning ehsonlarini qabul qilishligini, ularga eng go'zal mukofotlarini ato etishligini, mol-mulklariga va farzandlariga baraka berishligini va farzandlarini chiroyli qilib voyaga yetkazishligini so'rab qolamiz.